Xitoydan yana zakazlarim kelgan. Bu shunaqa oshpaz bo'lib kutib olasiz. Banga, baby, calm down. Amitda ishimiz degan joy bor. Mana da siyoqqa ishlaqa. Hazillar cho'qdan temiz oshpaz. O'zingga ham qaynatilgan tuxum yeydimi? Men boshqa narsa pishirishga ulgurmadim. Mashina ham puliga nimadir beradi-da. Buni men bir oy oldin Xitoydan nazar qilganman. Yig'ishtir karam sho'rvayni. Tuzroq narsa yesang bo'lmaydimi? Bola dadasi bomba sushidan maza qilib ovqatlanishga nima deysiz? O'tiring. Mazasi ham nomiga mos bo'lgan bomba sushida siz nafaqat sushi, balkim salat, issiq taomlar, hatto shirinliklargacha maza qilib yeb mehmon bo'lib ketishingiz mumkin. Adasi aytgancha bugun seshanba-ku 2 porsiyadan oshiq sushi yoki roll zakaz qilganga shunaqa mini roll tekin ekan sovg'a. Buni yeb bo'lgandan keyin buni ham yeymiz yoki saboy qoladi. Eshitganinglarda har seshanba 2 porsiyadan oshiq sushi yoki roll zakaz qilganda mini roll sovg'a sifatida beriladi. Sizlar shotinglar 600 mingdan oshibdi. Bizda aksiya ketyapti. Mana shu barabanchiga nomerini oldirib ketasizlar. Bir oyda bir marta g'ol bilan aniqlab, bizda tomonidan set bir beriladi. Shu karablda. Faqat karablga qaytarib tashlab ketasizlar. Qo'shaloq aksiya ekanda sizlarda. To'g'ri. Bo'ldi, nomer yozib oling unda. O'zingizlar ko'rganinglarda aksiya ustiga yana aksiya ekan. Albatta bunaqa katta karabldagi sushini tekinga kim yegisi kelmaydi, yetinglar. Biz ham omadimizni sinab ko'rish maqsadida nomerimizni yozib qoldirib, barabanga tashab qo'ydik.